Şu sizma abi sözlerinizde qancha qatim tilga ilib o'tdingiz? Kirimni jilg'isininki qanchalik muhimligini. Turkiyadan bak Silikon Vadisi deb to'da tilga ilindi nurg'un xabarlar chiqib turdi. U yerda nurg'unlagan deganingizdek dunyoning nima-naridan kelgan insonlar kichik bir qo'lda hech bir narsa bo'lmasimi? Shu fikr o'tirib qo'ygan narsa sababli qisqa vaqtning ichida nurg'unlagan mablag'ga erishib dunyoviy shirkatlarga aylanib ketgan. Abi siz degan Nvidia'ning qurg'uvchisi $100 boshlab degan necha milliard dollarga hukmronlik qilgan shaklga kelganligini o'tgan ko'rgandim men. Mushu Silikon Vadisi haqida qisqacha bir ma'lumot berib, undan keyin savolimizga o'tib ketgan bo'lsak. Ya'ni kirimni jilg'isi haqida. Kirimni jilg'isini tilga oladigan bo'lsak, endi hozir masalan muhim shirkatlarningki adresini agar izlaydigan bo'lsak, asosan San Fransiskoning atrofida Palo Alto, Redmond degandek ashtax bir o'rinlarning tizimligi chiqdi. Ham bu shirkatlar qurilgan vaqtida qaraydigan bo'lsakmi, ko'pinchisi shu 80-yillarda yoki undan keyingi vaqtlarda qurilgan. Endi u yerdagi atmosfera, uning keyindan u yerdagi hamkorlik, u yerdagi ideyalar, o'tirib qo'yayotgan ideyalar hammasi şu atrofda bo'lganligi uchun bu kirimni jilg'isininki texnik taraqqiyotida o'ynaydigan roli nihoyat ko'p. Masalan, bizningki idoraning bir texnika idorasi bo'lish sifati bilan yilda bir guruh odam shu kirimni jilg'isida 2 haftalik shu shirkatlarni ko'rib, ulardagi bo'layotgan yangiliklar, undan keyin shu texnikaning taraqqiyotining yo'nalishi, ideya o'tirib chiqayotgan ideyalar, shularning hammasini o'rganish uchun birinchi qo'l uchurga erishish uchun u yerga berib turdi. Hamda u hozirgi bir reallik. Hamda u yerda selinayotgan mablag'lar, masalan, siz dedingiz $100 bilan boshlabdi deb, to'g'ri bir shirkatni tizimlatish uchun balki $100 ketishi mumkin, ammo uningga masalan eng qobil Stanford universitetini bitigan masalan injenerlik kasbini bitiganlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa Kaliforniya universitetining Berkeleyda o'qiyotgan yoki o'qish bitigan insonlarni darhol ularning iqtidoriga qarab turib, munchqul maosh bilan uni bir o'ringa elish uchun albatta iqtisod kerak. Endi uningga iqtisod nereden keladi degan vaqtida hamda burun abay deb o'tdik. Şu Davlat Mudofaa Ministrligidan yoki bo'lmasa Olam qatnash idorasi degandek o'rinlardan kelgan. Bunaqa hamda bugungi kunlikda u iqtisoddan nereden keladi desa, baylardan keladi. Masalan, maxsus venture capital deb qo'ydi bu inglizchada. Masalan, shu maxsus shirkatlarga mablag' soladigan organlar bor. Masalan, uning har xil darajasi bor. Masalan, darajasi balkim 100 ming bo'lishi mumkin, yoki 200 ming bo'lishi mumkin, yoki million bo'lishi mumkin. Shularga berib, o'zining ideyasini o'tirib qo'yib, balkim Turkiyalarda shunaqa bir programmalar bo'lishi mumkin. Yangi bir ideya bo'lgan bo'lsa sizda, ideyangizni bir guruh odamning oldiga kelib, buni nima qilasiz? Tushuntirasiz. Menda mandaq bir ideya va men bu mahsulotimni bozorga solsam, balkim mancha yilning ichida bunchalik pul tepishim mumkin. Men shirkatimning qiymatini bunchalik deb qarayman, buning 5%ni siz qilsangiz, bizga mablag' solsangiz, foydaning 5% sizga tava bo'ladi. Yoki bunda bo'ladi deydigan bir ideyalar o'tirib qo'yildi. Demak, San Fransisko startup shirkatlari deymiz-ku, hamda yangidan boshlanayotgan. Bu yerga borsangiz, hamma odamning ideyasida bir xil men qachonliqqa manchalik mundaq bir shirkatni boshlayman. Buni bunchalik mablag' ketadi deydigan ideya u yerda nima? U butunlay boshqacha bir atmosfera. Shuning uchun u yerdagi nima deymiz, atmosfera butunlay boshqa bir atmosfera. Xo'sh. Shunga shunday yangi fikrlar chiqadi hamda, shu shunda muhit o'g'irlik uchun.